Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar: qiyomatga yaqin bir kishi chiqadi. Hatto ismi mening ismimga, otasining ismi otamning ismiga to'g'ri keladigan bir kishi chiqadi. Ko'pchiligimiz Mahdi haqida avval ham eshitganmiz. U zot haqida ko'pgina hadislar to'plamlarida zikr qilingan. Yana Mahdi Qur'onda zikr qilinmagan. Olamda fitnalar avj olgan, turli urushlar, xaos yuziga kelgan paytda ummat Mahdini o'ziga bosh etib saylaydi. Imom Mahdi va u kishining askarlari Dajjal bilan jang qiladilar. Tarixdan to bugungi kungacha o'zini Mahdi deb e'lon qilishga uringan kishilar bo'lgan. Ularga ko'ra Mahdi tug'ilib bo'lgan, istalgan joyda bo'lishi mumkin, biroq ommaning ko'zidan berkitilgan. Saudiya Arabistonida bir kishi o'zini Mahdi deya e'lon qiladi va Makka ni ishg'ol qiladi. 550 kishilik qurollangan qo'shini bilan Ka'bada otishmalar bo'ladi. Demak, zamona oxirida fasod, munkar ishlar, zulm va adolatsizlik yoyilgach, Imom Mahdi chiqadi. Alloh taolo uning qo'lida bu ummatni isloh qiladi. Bu oxir zamonda bo'ladi. Kimda kim o'zini Mahdi deb da'vo qilsa, Mahdi emasligiga dalil aytibdi. So'nggi kunlarda Imom Mahdi borasida gap so'zlar ko'payib qoldi. Bular orasida to'g'ri va noto'g'risini ajratib olish hamda shu masalada yetarlicha tasavvur hosil qilish ehtiyoji paydo bo'lgani bois, Allohning izni ila ushbu mavzuni baholi qudrat yoritishga urinamiz inshaalloh. Ko'pchiligimiz Mahdi haqida avval ham eshitganmiz. U zot haqida ko'pgina hadislar to'plamlarida zikr qilingan. Avvalo, Mahdi o'zi kim? U zot haqlarida, u zotning sifatlari haqida qanday dalillar bor? Mahdi so'zi bu taxallusdir, ism emas. U huda so'zidan kelib chiqqan bo'lib, to'g'ri yo'lga hidoyat qilingan degan ma'noni beradi. U zotga Alloh tomonidan hidoyat ato qilingandir. Qiyomatga yaqin chiqish kutilayotgan kishi ma'nosidagi Mahdi Qur'onda zikr qilinmagan. Yana Mahdi Sahihul Buxoriy va Sahihul Muslim kitoblarida ham shu nom bilan zikr qilinmagan bo'lsa-da, ammo Mahdiga ishora qiluvchi bir qator hadislar mavjud. Shuningdek, boshqa hadis kitoblarida ham ko'pgina rivoyatlarni topishimiz mumkin. Masalan, Sunan Abu Davud, Hokimning Mustadraki, Sunan Ibn Majah, Imom Ahmad musnadlarida Mahdiga dalolat qiluvchi kishi zikr qilingan rivoyatlarni ko'rishimiz mumkin. Ba'zi hadislarda u zotning ismlari zikr qilingan. Ibn Mas'uddan rivoyat etilgan ma'ruf hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar: agar dunyodan faqat bir kun qolganida ham Alloh taolo uni uzun qilib qo'ygan bo'lardi. Hatto ismi mening ismimga, otasining ismi otamning ismiga to'g'ri keladigan bir kishi chiqadi. U dunyoni oldin qanday jabr va zulmga to'lgan bo'lsa, endi shunchalik adl va adolatga to'ldiradi. Demak, u zotning ismlari Muhammad ibn Abdulloh bo'lar ekan. Mahdi esa taxalluslari bo'ladi. Boshqa bir rivoyatda esa u zotning tashqi ko'rinishlarini vasf keladi. Abu Davuddan rivoyat qilingan Hasan hadisda Abu Said al-Khudri shunday deganlar: men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning quyidagi so'zlarini eshitganman. Mahdi mendandir. U peshonasi ochiq, ya'ni keng peshonali, burgut burun, ya'ni uzun burunli kishi. Yer jabr zulmga qanday to'lgan bo'lsa, endi u adl va adolatga shunday to'ldiradi. Yerga 7 yil egalik qiladi. Boshqa bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yer jabr zulmga, adovatga to'lib ketmagunicha qiyomat bo'lmaydi. So'ng ahli baytimdan bir kishi chiqib, yer oldin qanday jabr zulmga to'lgan bo'lsa, endi shunday adl va adolatga to'ldiradi dedilar. Hokimning mustadraklarida keltirilgan hadisda bir kishi Ali radhiyallohu anhu dan Mahdi haqida so'rab qoladi. Shunda Ali radhiyallohu anhu quyidagicha javob beradilar: bu oxir zamonda bo'ladi. U davrda Alloh degan kishi o'ldiriladi. Alloh taolo u Mahdining atrofiga xuddi bulut bo'laklaridek guruhlarni jamlab, qalblarini bir-birlariga do'st oshno etadi. Ya'ni ular har yerdan to'planadilar. Alloh qalblariga o'zaro muhabbat, do'stlikni soladi. Ular hech kimga nafrat bilan qaramaslar va biron kishining saflariga kirishi bilan quvonib ketmaslar. Sonlari Badr ahli soniga teng bo'ladi. Ya'ni Badr ahlining soni taxminan 313 kishi bo'lgan. Avvalgilar ulardan o'zmaganlar, keyingilar ularga yetmaganlar. Yana ular Tolut bilan birga daryodan o'tgan jangchilar, Tolut ashablari adadicha bo'lishadi. Imom Mahdiyning chiqishlari hadisga ko'ra shunday sodir bo'ladi. Bir podshoh o'lganda
Odamlar o'rtasida ixtilof bo'ladi. Ahli Madinadan bir kishi Makkaga qochib chiqadi. Shundan so'ng uning oldiga ahli Makkadan olimlar kelib, o'zi istamasa ham uni chiqarib Ka'baning rukni va maqomi Ibrohim orasida, ya'ni Ka'baning eshigi tarafida unga bay'at qiladilar. Ana o'sha kishi Imom Mahdiy bo'ladilar. Imom Mahdiyga qarshi Shomdan askar yuboriladi. Shomdan yuborilgan askarlarni Makka va Madina orasidagi sayxonlikda yer yutadi. Qachon odamlar o'shalarni yer yutganini ko'rganlarida, Imom Mahdiyning oldiga Shomning solih kishilari va ahli Iroqning yaxshilari keladilar va unga bay'at qiladilar. Jobir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Men Nabiy sallallohu alayhi vasallam ummatimdan bir toifa qiyomatgacha haq ustida kurashib, doim g'olib bo'ladi. Shunda Iso alayhissalom tushadi. Amirlar unga "Kel, bizga namoz o'qib ber" deydi. U "Yo'q, Alloh bu ummatni mukarram qilish uchun bir-biringizga amirdirsiz" deydi, deb aytganlarini eshitganman. Ibn Moja naql qilgan rivoyatda aytilishicha, Iso ibn Maryam tongda ikki farishtaning qanotlariga qo'llarini qo'ygan holda oq minorali masjid ustidan tushganida, imom ortiga surilib, Iso alayhissalom imomlikka o'tishini kutadi. Iso alayhissalom esa qo'llarini imomning yelkasiga qo'yib, "O't, namoz o'qi, chunki senga iqomat aytildi" deydi. Shunda imomlari ular bilan namoz o'qiydi. Abu Nazradan naql qilgan rivoyatda shunday deyilgan. Iso alayhissalom bomdod namozi vaqtida tushadi. Shunda musulmonlarning imomi unga "Ey ruhulloh, biz bilan namoz o'qing" deydi. U "Sizlar bu ummatning jamoasidirsiz. Ayrimlaringiz boshqalaringizga amirdir. O'zingiz o'ting, bizlar bilan namoz o'qing" deydi. Imom jamoat bilan namoz o'qiydi. Bundan chiqdi Imom Mahdiy chiqishi, Iso alayhissalomning osmondan tushishlari, Dajjal xuruji bir-biriga yaqin vaqtda sodir bo'ladi. Imom Mahdiy Iso alayhissalomga Falastindagi Lut darvozasi oldida Dajjalni o'ldirishda yordam beradilar. Mahdiy mana shu ummatga imomlik qiladilar. Iso alayhissalom ularning ortida namoz o'qiydilar. Demak, zamona oxirida fasod, munkar ishlar, zulm va adolatsizlik yoyilgach, Imom Mahdiy chiqadi. Alloh taolo uning qo'lida bu ummatni isloh qiladi. Imom Mahdiy Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ahli baytidan, Hazrati Ali va Fatima onamiz radhiyallohu anhumolarning o'g'illari, Imom Hasan radhiyallohu anhuning naslidan bo'ladilar. Alloh taolo Mahdiy bilan diniga 7 yil quvvat beradi. U davr mobaynida yer yuzi hozirgi kunda jabr va zulmga to'lganidek, unda adolatga to'ladi. Ummat hayoti farovonlashadi. O'simliklar o'sib, yomg'irlar yog'ib, meva va sabzavotlar ko'payadi. Ummatga hisobi yo'q mol va dunyo ato etiladi. Ibn Kasir rahimahulloh Mahdiy zamonida meva va sabzavotlar mo'l, mol va dunyo ko'payib, sulton kuchli, din barpo, dushman mag'lub, yaxshiliklar esa serob bo'ladi dedilar. Imom Mahdiy chiqqanidan so'ng hamma musulmonlar bir hukmdor bayrog'i ostida to'planadi. Imom Mahdiy radhiyallohu anhu odamlar orasida nabiylar sallallohu alayhi vasallamning sunnatiga amal qiladi. Islom yer yuzida qaror topadi. Imom Mahdiy zulm va javrga to'lgan yer yuzini adolat va insofga to'ldiradilar. Molni sochadilar, uni sanamaydilar. U kishining davrlarida mol va mulk ko'payib ketganidan va o'zlari saxiy bo'lganlaridan shundoq bo'ladi. Hokim rahimahulloh Mustadrakida sahih sanad bilan Abu Said Xudri radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: Mahdiy ummatimning oxirida chiqadi. Alloh uni yomg'ir bilan sug'oradi, yer o'simliklarini o'stiradi, odamlar o'rtasida boylikni teng qilib beradi, chorva hayvonlari ko'payadi, ummat kuchayadi. Mahdiy 7 yoki 8 yil yer uzra hukmron bo'ladilar. So'ng u kishi vafot etadilar va musulmonlar u zotning janozasini o'qiydilar. Boshqa rivoyatda undan keyingi hayotda yaxshilik qolmaydi deyilgan. Bu Mahdiyning o'limidan keyin fasod va yomonliklar yana bir bor bosh ko'tarishini ko'rsatmoqda. Demak, yuqorida keltirganlarimiz bizning e'tiqodimiz bo'lmish ahli sunnaga ko'ra Mahdiy tushunchasidir. Ba'zi ulamolar bu borada kelgan barcha hadislar zaifdir deganlar. Bular ozchilik bo'lib, ularning ko'ziga ko'ringani Ibn Xaldundir. Ko'pchilik ulamolar Mahdiy haqidagi hadis shariflar katta sahobalardan, ulug' muhaddislar tomonidan rivoyat qilingan. Hatto hadislar bir-birini quvvatlaydigan darajada mutavotir deydilar. Bu esa va'da qilingan mazkur shaxsning kelishi va ishlari sobit ekanini ko'rsatadi. Alloh taolo uning vositasida ummat uzra adolat, hidoyat, tavfiq va odamlarni to'g'ri yo'llash uchun ezgulik bayrog'ini hilpiratadi. Demak, Mahdiy borasidagi bizning ahli sunna e'tiqodimizga ko'ra hammasi ochiq-oydin va dalil hujjatga ega. Mahdiy hech qanday g'ayritabiiy kuchga ega, qanotlari bilan osmonda uchib yuruvchi kishi emas. U oddiy odam,
Allohning solih bandasi, hech qanday g'aroyib super kuchga ega emas. U g'ayb ilmidan ham xabardor emas. Hech kim g'ayb ilmidan xabardor emas. G'ayb ilmi yolg'iz Allohga xosdir. Olamda fitnalar avj olgan, turli urushlar, xaos yuzaga kelgan paytda ummat Mahdiyni o'ziga bosh etib saylaydi. Imom Mahdiy va u kishining askarlari to Iso ibn Maryam tushgunlaricha Dajjol bilan jang qiladilar. U kishi Dajjolni o'ldirmaydilar. Ammo Iso alayhissalom tushgunlaricha musulmonlarni jamlaydilar. Iso alayhissalom tushganlaridan so'ng esa Dajjolni o'ldiradilar. Mana shu bizning ahli sunna e'tiqodi. Endi ahli sunnadan bo'lmagan boshqa guruh, shiyalarda Mahdiy borasida biroz boshqacharoq tasavvur bor. Ularga ko'ra Mahdiy tug'ilib bo'lgan. Ular uchun Mahdiy bu 12-imom Muhammad ibn Hasan askari bo'lib, uning Hasan radhiyallohu anhuning emas, Husayn ibn Ali radhiyallohu anhuning zurriyotidan ekanini gumon qilishadi. Ularning tasavvurida go'yo Muhammad ibn Hasan askari bundan 1000 yil ilgari 5 yoshida Samarroda yer ostidagi uylardan biri yer to'laga kirib ketgan va u hanuz o'sha joyda yashayapti, o'lmagan va zamoni oxirida chiqadi. Shiyalarning e'tiqodiga ko'ra Muhammad askari atrofimizda yursa-da, ko'zlarga ko'rinmasdir. Ustalgan joyda bo'lishi mumkin, biroq ommaning ko'zidan berkitilgan. U turli xil mo'jiza va karomatlar ko'rsatib, muhtojlarga yordam berarmish go'yo. U qandaydir g'ayritabiiy kuchga ega shaxs deb qaraladi. Ularning e'tiqodiga ko'ra hozir u o'zini yashirgan, ammo vaqti kelib o'zini oshkor qiladi, kashf etadi. Shiyalar aytayotgan bu gaplarning bironta dalili va hujjati yo'q, hamda uni inson aqli ko'tarmaydi. Bunday tasavvur Allohning odamzod hayotiga qo'ygan qonuniyatlariga ham ziddir. Bilaks Mahdiy oddiy inson bo'ladi. U hamma qatori onadan tug'iladi. Odatiy insonlardek hayot kechiradi. Ba'zi rivoyatlarda yuslihullohu fil layl, Alloh uni bir kechada isloh qiladi deyiladi. Ya'ni bundan ehtimol u yoshlik chog'ida oddiy omi xalq kabi bo'ladi, keyin vaqti kelganda Alloh uni hidoyat qilib solih inson qiladi degan ma'no kelib chiqishi mumkin. Shu orqali u ilmli hamda taqvodor inson bo'ladi. Ummat uni o'zining boshi bo'lishiga loyiq ko'radi. Biroq bu yerda yana e'tibor berishimiz lozim bo'lgan nuqta shuki, tarixdan to bugungi kungacha o'zini Mahdiy deb e'lon qilishga uringan kishilar bo'lgan. Misol uchun Abbosiylar asoschisi Abu Ja'far al-Mansur asl ismi Abdulloh bo'lgan. Uning Muhammad ismli o'g'li bo'lgan. Abu Ja'far o'g'li Muhammad ibn Abdullohga Mahdiy degan taxallusni bergan. U Mahdiy billah deb atalgan. Albatta bunda u o'g'lini Imom Mahdiy bo'lishiga qattiq umid qilgan. Biroq o'zicha bunday rejalar tuzib, ssenariy joriy qilish mumkin emas. Kishi o'zicha Mahdiy rolini tuzib, o'sha obrazga kirib olishi mumkin emas. Alloh taolo hammasini o'zining hikmatli qadariyle amalga oshiradi. Ayrim zindiq va dahriylar ham o'zlarining Mahdiy ekanliklarini iddao etishgan. Shulardan biri Ubaydulloh ibn Maymun Qaddoh bo'lgan. U hijriy 3-asrda yashagan. Uning bobosi yahudiy bo'lgan. Odamlar ko'ziga musulmon ko'rinib, o'zining Mahdiy ekanini iddao qilgan. Natijada nufuz kengayib, zurriyotlari Marokash, Hijoz, Shom o'lkalarini bosib olgan. Ularning davrida islom g'arib bo'lgan. Ular din dushmanlaridir. O'zlari esa xudolikni da'vo qilgan. Yolg'ondan ahli baytga mansub bo'lish bilan o'zlarini himoya qilishgan. Aslida dahriy bo'lib, nufuzlari Alloh taolo Salohiddin Ayyubiy rahimahulloh vositasida ularni ag'darib, musulmonlarni ularning sharridan qutqarmaguncha davom etgan botiniy, rofiziy, qaromita sulolalari edi. Tarix davomida 40 dan ortiq kishi o'zini Mahdiy deya da'vo qilgan. 1979-yilda Saudiya Arabistonida Muhammad ibn Abdulloh al-Qahdoniy ismli kishi Juhayman al-Utaybi nomli bir kishi tomonidan Mahdiy deb e'lon qilinadi va Makkani ishg'ol etadi. 550 kishilik qurollangan qo'shini bilan Masjidul Haromni barcha eshiklarini yopib, qamal qiladi. O'sha yerdagi hojilarni asirga olib, mikrofon orqali o'zlarini Mahdiy ekanlarini e'lon qilishadi. Juhayman yuqorida zikr qilganimiz hadisdan iqtibos keltirib shunday deydi: Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday deganlar: Mahdiyga Ka'baning rukni va maqomi Ibrohim orasida, ya'ni Ka'baning eshigi tarafida unga bay'at qiladilar. Mana u Ka'ba eshigi yonida turibdi, unga bay'at beringlar deyshadi. Ular Alloh o'zining ko'rinmas askarlarini yuborib, hamma dushmanlarni halok qiladi deb o'ylashadi. Ammo hadisni olib, uni o'zicha sahnalashtirish mumkin emas. Buning oqibatida yuzlab kishilar halok bo'lishadi, hojilar zarar ko'rishadi. 1000 yil deganda birinchi marta tavof to'xtab qoladi. 2 hafta hech kim Ka'bani ziyorat qila olmaydi. Ka'bada otishmalar bo'ladi. Oxir oqibat o'zini Mahdiy deb nomlab olgan kishi jangda halok bo'ladi. Uning ergashuvchilari javobgarlikka tortiladi. U kishi hech qanaqasiga Mahdiy emas albatta. Shariat bilan o'ynashish mumkin emas.
men Mahdiyman deb da'vo qilish mumkin emas. Ulamolardan biri shunday degandi: kimda kim o'zini Mahdiy deb da'vo qilsa, Mahdiy emasligiga dalil aytibdi. Qaytaraman: kimda kim o'zini Mahdiy deb da'vo qilsa, Mahdiy emasligiga dalil aytibdi. Sababi Mahdiy hech qachon o'zini Mahdiyman demaydi. Qiyomat alomatlari zohir bo'lganda musulmonlar u kishini Mahdiy ekanliklarini aytishadi. Mas'uliyat og'irligini his qilib, o'zlari Mahdiy bo'lishni istamasalar ham, musulmonlar u kishiga bay'at beradilar. Demak, bugun o'zini Mahdiy deb e'lon qilgan, turli tuman tushlar ko'rganini da'vo qilganlar hech qanaqasiga Mahdiy bo'lmaydilar. Kimda kim o'zini men Mahdiyman deb iddao qilsa, u hech qanaqasiga Mahdiy bo'lmaydi. Sababi Imom Mahdiy o'zlarini men Mahdiyman deb da'vo qilmaydilar hech qachon. Mahdiy solih, taqvodor kishi bo'ladi. U boshliqlikni da'vo qilmaydi, balki odamlar uni yaxshi ko'rishganidan, hurmat qilishganidan o'zlariga boshliq bo'lishni istashadi. Zolim hokimlar uni ta'qib qilishadi. Shu sabab u zot Ka'baga qochib chiqadilar. Shu voqealar sodir bo'lsagina, ahli ilm musulmonlar bil ittifoq u kishini Mahdiy desalar, ana o'sha haqiqiy Imom Mahdiy bo'ladi. Bu voqealar sodir bo'lguncha biz musulmonlar nima qilishimiz kerak? Mahdiy intizor kelib, hammani qutqaradi deya qo'l qovushtirib kutib o'tirishimiz kerakmi? Yo'q, balki musulmon jamiyatining rivoji uchun, islom ummatining holini isloh etish uchun barcha imkoniyatdan foydalanib harakat qilish kerak. Dunyodagi barcha mazlum musulmon birodarlarimizga, xususan Falastindagi birodarlarimizga qo'limizdan kelgan yordamni ko'rsatishimiz lozim. Bu duo orqali bo'ladimi? Moddiy yordam bo'ladimi? Boykot orqali bo'ladimi? Bor imkonni ishga solish lozim.